Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Nasib bo'lsa Abdurahmon do'stimizning xonadonida. Abdurahmon do'stim hormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Abdurahmon. Bunday bir xalqning duosini olish uchun nima ish qilish kerak? Har kuniga mana shunday plyinlardan qo'yib turish kerakmi? Shunday. Gap yo'q. Bu urug'likmi deyman? Ha, urug'lik. Gap yo'q. Buzoq ham bormi? Buzog'i ham bor. Bu sigirni bolasi ham bor ekan, akalar. Mana bugun zo'rlardan, menman deganlardan nasib bo'lsa Abdurahmon do'stimizdan. Bay. Anguschami deyman? Anguscha. Gap. Novvosmi, urg'ochimi? Urg'och. Akalar, assalomu alaykum. Bugun Samarqand viloyat Pazarg'om tuman o'zimizda Kerf ilm mahallasida Abdurahmon do'stimizning xonadonida nasib bo'lsa yana xalqqa mana shunday ajoyiblardan taqdim qilaman deb ajoyib bir mollarni olib kelib boylagan, nasib xalqqa manzur bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasiz. Urug'likka, boqishga ajoyib variant. Yoshi qanday Abdurahmon buni? Yoshiga 7 endi. Abdurahmon yana bormi yo bugunchalik shumi? Bugunga shu hozircha. Nasib bo'lsa bugunga shu. Yoshi qanday Abdurahmon buni? Yoshiga to'ldi bu qiz. Yoshiga to'ldi-a endi. Buni parodasi mislimi yo gibridlashganmi? Yo'q, gibridlashgan variant bu. Gibridlashgan, ha? Yo'q. Hali buzoq ekanda, qani? Buzoq. Hali o'ynashi. Mana akalar. Gap yo'q, umuman gap yo'q. Mana tirishiga qarangiz, bo'ylar nechi bu siz qatorida? 1.30lar bor. 1.30lar bor, ha? 1.30 ga o'lchab oladi. Mana shunday akalar hozirdan olib qo'yib urug'lik qilaman degan aka-ukalarimizga Bu taraflardan ham ko'rsatadi. har tomonga kelishgan. Mana akalar. Orqa kengliklarni qarangiz. Mana bo'yinlarni. Abdurahmon, buni bir qisqacha bir yetalab ko'rsating bir. Nasib bo'lsa. Yeb ichishlari, ayblari bo'lsa hammasini bir o'zgacha ovsuldan qolgan asorati bor, ovsulda asorati bor. Bu yog'iga zakon. Yeb ichishi hamma. Mikrofon taqib oldingizmi? Ha, taqilgan. Ovsuldan qolgan asorati bor, qayerda? Ha, orqa oyog'ida ozgina, tirnog'ida. Ha, bo'ldi. Hozir tirnog'ida qolgan ekan. Bu ovsul degan hamma joyga tegib o'tib yopti, hammaga ilga kelgan to'y. Nasib ovsuldan o'tdi, faqat asorat chiqib qolgan narsa. Yeb ishlari zo'r. Shunday. Mana akalar, ho'kizni zo'ri. Holatiga baho beramiz akalar. O'zi ho'kizni tushunadigan akalarimiz biladi. Novvosda udar, poychalari har tomoni ko'krak, yelka orqa qismlari kelishgan, boshlari ham buzoq. Buzoqni ham udar taylab beradi. Hali buzoq, ha bu? Buzoq. Bir yashar bo'ldi, deyapti. Yoshiga to'ldi. Abdurahmon, buni bir boylaving, bir narxini bir boylab, bir nafas roslab bir kelishtirib ayting. Nima? Buni 35-40 deb yozdi. Bunday baho qo'ymayman. Yo'q, 35-40 demang. Sizda endi hammasi arzonchi Abdurahmon deb taniydi endi. 25 qo'yib beraylik uni. 25? 25 deb so'ray. 25 million? 25 million? Bu savdo qiladimi yo bo'ladigan joymi? Yo'q, savdo qiladi. Bemalol kelib savdo qiladi. Savdo qiladigan joyi bor, ha? 25 million akalar, men gap yo'q. 1.30lar bor bo'yi. 1.30 bor. 1.30 gibrid. Endi yo Gallanga yo Galishtinga gibrid. Rossiyskiga gibrid deyapti. 25 million so'm savdolar bor akalar. Bemalol telefon qilib qolamiz. Inom o'zidan kelgan odamga yana ham kelishtirib beramiz deyapti. Hali ko'rsatib o'ting sigirni. Sigirni yoshi zo'r kelgan narsa bo'lsa 3-qoringa. 3-qoringa mana akalar. Yelkalari tekis, bolasi urg'ochi. Bolasi endi Angusni gibrididan qochgan deyapti. 100% Angus emas, faqat gibrididan. Mana quloqlaridan turishidan bilsalaringiz ham bo'ladi. Mana yelka kengliklaridan bolasi necha oylik Abdurahmon? 4 oylik bolasi. 4 oylik bolasi, onasi 3-qoringa. Shunday tishlargacha ko'rsatdim. Bir tishini ham ko'rsatib o'ting. Yoshki bor. To'ldi. Bu kasalliklardan hamma narsa sog'lommi? Yeb ishlari zo'r. Dastlabki xizmatlari ham nasibda sizda bor, bilamiz u narsani. Sutiga keladigan bo'lsak.
4ta 5ta suti bor. 4ta 5ta suti Sana bor. savdo qilib qo'ygan. Shunday. Bo'g'ozmasligi noma'lum. Bo'g'ozmasligi endi u gumon. Aniq emas. Balkim bo'g'oz ham bo'lishi mumkin, ha? Shunday. Akalar, agar bo'g'oz bo'lsa, vahshiy udar variant bo'ladi. Abdurahmon buni bir qochirmay, kelishtirib ajoyib naqsha Bunga ham 25 million deyapmiz. 24 bersin. 25 million deyapti, akalar 24 bersin mayli. Akalar yosh ser, bolasini o'zini 8-9 million olib qo'yadi, 100%. Endi bozorga sotaman desa, bu xalqimizga ajoyib manzur bo'lsin deb pulni yengil qo'yapman deyapti. Akalar, bemalol shoshilib telefon qilaveramiz. Bu 20, bu ham 1.30. buni ham bo'ylari 1.30. Yosh 3-tug'ishi. Qarang akalar. Sigirni bemalol ko'radi. Yelka kengliklarni akalar ko'rsalaringiz havas qiladigan ser. Ranglari toza. Hech qanaqa bir aybi, nuqsonni ko'rmadim akalar. Bolasini qarangiz, bolasini turishini. Gap yo'q. Abdurahmon buni yana ham meni kanalimdan kelsa, Inom Uz kanalidan kelsa, kelishtirib, yopishtirib berasiz nasib bo'lsa. Kelishtirib beraveramiz. Bemalol kelaversin. Akalar, bemalol aloqaga chiqaramiz. Abdurahmon do'stimiz 24 ga 7 ishlaydi nasib bo'lsa. 24. Ha, dastavkalarni ham qo'ldan kelgancha yengillashtirib, o'zini hisobidan qilib beradi, kelishuvga qarab. Akalar, aloqaga chiqaramiz.